She'riyat ixlosmandlarga kamina Nurmat Imomovdan rangli salom. Navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Ikki hasadgo'y uchrashib qolib, biri qo'yib birlari olib, hasratlashibdi anchaga qadar qop-qora diliga kin hasad solib. Nimasini senga aytayin do'stim, qanchasini yo'llarin to'sdim, to'g'irlab yuborib qovushlarini huzur topdim, xo'p, tog'dayin o'sdim. Omad eshigini ochsa gar kimga yetmadi quvonchi, hatto bir zumga ortidan malomat toshlarini otib solib yubordim izlarin qumga. Maqtanib rosa ikkinchisi ham yutug'im mening emas sizdan kam, ishi yurishib ketganning barin qulatib keldim boshlariga g'am. Hasad qilishin turibman qayrab, kesaman damini tursa kim sayrab, berdim dodini nechasini ko'rolmay xushnud yashashini yayrab. Rahmat do'stim, ketdim quvonib, ishlabsan hasad o'tiga qonib, qonimizga singib ketgandir bizni hasad qilmasak tugaymiz yonib. Biroq yurishmay qolayapti ov, pisand qilmay qo'ydi bizni hech birov. Qo'rqaman kemirib yuragimizni o'zimiz ado bo'lmasaydi gov. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.